Assalomu alaykum. Sizlar bilan vrach pediatr Behruz Bahodirov. Bugun sizlar bilan bolalarda suvchechak kasalligi haqida gaplashamiz. Suvchechak kasalligi isitma va teri va shilliq qavatlarda toshma toshishi bilan boradigan kasallik hisoblanadi. Bu ko'pincha 10-14 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida keng tarqaladi va 10-14 yoshgacha bo'lgan bolalar bu kasallik bilan tez-tez chalinadi. Kasallikning asosiy manbai bu kasallangan odam, ya'ni kasal odam hisoblanadi. Kasal odam qachonki terisida toshma toshgandan boshlab 5 kun ichida o'ta zararli, ya'ni keng tarqatuvchi hisoblanadi. Shu uchun toshma toshishni boshlagandan boshlab 5 kun ichida kasal inson bilan kontakt qilmaslik tavsiya qilinadi. Buning yuqish yo'li havo tomchi orqali, ya'ni bir uyda o'tirsa, oldida gaplashsa yoki bolani ko'tarsa, bolani o'psa, mana shu holatlarda yuqish ehtimoli juda ham baland bo'lib ketadi. Agar homiladorlik vaqtida ona zararlanadigan bo'lsa suvchechak kasalligi bilan, bu chaqaloqning zararlanish foizi o'ta yuqori bo'ladi. Bu chaqaloqlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar suvchechagi yoki tug'ma suvchechak bilan tug'ilish ehtimoli juda ham baland va bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Suvchechak kasalligi ko'pincha kuz, qish mavsumida keng tarqaladi, yoz oylarida esa juda ham kam tarqalishini ko'rishimiz mumkin. Suvchechak bilan bir marta kasallangan inson, ya'ni bola hayoti davomida boshqa umuman kasallanmaslik ehtimoli juda ham baland, chunki turg'un immunitet, ya'ni mustahkam immunitet qoldiradi suvchechak o'zidan keyin. 3% hollarda esa qayta suvchechak bo'lish ehtimoli ham bor. Suvchechak bolaga yuqqandan keyin 21 kungacha umuman o'zini bildirmasligi mumkin. Ya'ni bola suvchechak bo'ldi, demak 21 kun oldin qayerdadir yuqtirib olgan bo'lish ehtimoli juda ham baland. 21 kun bu inkubatsion davr deyiladi, ya'ni bolada umuman belgi bermasdan 21 kun ichida virus bolani organizmida ko'payish ehtimoli bor. Bu aslida virusli kasallik bo'lganligi uchun yuqqandan keyin 21 kun ichida organizmda ko'payib oladi. Shu uchun aniq bir holatni bilmay qolishimiz mumkin. Qachon yuqtirdi, kimdan yuqtirdi degan holatni bilmay qolishimiz mumkin. Odatda 14 kundan keyin sekin-astalik bilan belgi bera boshlaydi. Suvchechakning ilk belgilari bu teriga toshma toshishi va isitma qilish holatlari kuzatiladi. Isitma 37,5 dan 38,5 gradusgacha bo'lsa, bu yengil o'tkazayotganidan darak beradi. 38,5-39 ga ketadigan bo'lsa, o'rta og'ir, 39 gradusdan oshib 40 gradusga ketadigan bo'lsa, suvchechak og'ir kechayotganidan darak berishi mumkin. Bu albatta ota-onalar uchun ma'lumot. Vrachlarimiz esa boshqa qo'shimcha tekshiruv usullari va belgilarga qarab uni og'irlik darajasini belgilab oladi. Agar bolangizda toshma toshayotgan bo'lsa, uni uy sharoitida ham qarab, bu suvchechakmi yoki boshqa belgimi bilib olishingiz mumkin. Suvchechakda odatda bolaning quloq orti, soch qismlari, yuz, tana qismlarida toshmalar toshadi. Toshma birinchi kunda suv hosil qilmasligi mumkin, oddiy qizarib shishishi mumkin. Ikkinchi, uchinchi kundan boshlab toshma o'zida suv hosil qilib namoyon bo'ladi. Xo'sh, bundan keyin aytadigan bo'lsak, kaft sohalarida, oyoq qo'l kaft sohalarida juda ham kamdan kam holatda toshib ketadi. Shuni farqlab olishingiz mumkinki, agar kaft sohalarida emas, tana bo'ylab va soch qismida, quloqning orqa qismlarida toshadigan bo'lsa va suv hosil qiladigan bo'lsa, demak bolangiz suvchechak kasalligi bilan kasallanayotgan bo'lishi mumkin. Toshma toshishni boshlagach, kerak bo'lsa 1 haftadan 3 haftagacha toshishi mumkin, badanda namoyon bo'lishi mumkin. Bunda eng avval chiqqan toshmalar sekin-asta qurib boshlaydi, yangi chiqqan toshmalar esa o'zida suv yig'a boshlaydi. Bu esa 2-3 oy ichida butun tanadan yo'qolib ketishi kerak va o'zidan chandiq tashlab ketmaydi. Bu albatta suvchechakka xos xususiyat hisoblanadi. Agar bolangizda suvchechak kasalligiga shubha qilayotgan bo'lsangiz, isitma bo'layotgan bo'lsa, bu oldingi video bloglarimizda ma'lumot berganmiz. Isitma tushiruvchi dorilar ibuprofen yoki parasetamol dorisi mumkin. Ibuprofen va parasetamol dorisini bittasini ishlatgan holda isitmani tushirib, infeksionist yoki pediatrga murojaat qilishingiz mumkin. O'zboshimchalik bilan davolayman deydigan bo'lsangiz, bu suvchechakning asorati o'ta yomon asoratlari bor, ya'ni bosh miyaga, jigarga, buyrakka asorat berish ehtimoli juda ham baland.
va asoratlangan so'chechak albatta bolani o'sha nogironligigacha olib borishi mumkin. Shu sababli uyda ushlab turmang, isitmasini tushiring va vrach pediatr yoki infeksionist vrachga murojaat qilishingizni tavsiya etamiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, o'ta muhim narsa, bolaga isitma tushirish maqsadida aynan mana shu so'chechak kasalligida aspirin bermang. Buni oldingi bloklarimizda ham aytib o'tganmiz. Aspirin bermang degan mavzudagi videomizni ko'rsangiz, batafsil to'xtalib o'tganmiz. Shu sababli isitmani tushiring va vrach pediatr va infeksionistga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Videolarimizni keng tarqalishga o'z hissangizni qo'shing, tanishlaringizga yuboring, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Foydali va manfaatli videolar berib borishda davom etamiz.